Mustaqillik hareketimiz üçün bugün hamdi mos keladigan ilmiy nazariyaviy ramka qandaq shaklda qurilishi kerak degan savoldan boshlagan bo'lsak, marhamat. Bo'ldi. Bu nihoyatda muhim savol va chuqur savol. Bir milliy harakatninki ramkasi ma'lum ma'noda qaragan vaqtda ideologiya jihatdagi ramkani ko'rsatib qaraymiz. Ya'ni bu ramka falsafa jihatdagi yoki etik jihatdagi qimmat qarash jihatdagi ramka bo'lishi kerak. Buning asosiy negizi millatning falsafasi yoki millatning etikasi bo'lishi kerak. Bu harakatga model bo'ladigan İngilizlarning yoki germanlarning yoki fransuzlarning harakatiga qarasak shunday narsani ko'rish mumkin. Ya'ni germanlarningki faylasuflari, germanlarning idealistlari keyingi vaqtda Germaniyaning yoki bo'lmasa ayni vaqtdagi Preußenninki yoki Weimar Cumhuriyeti deydi. Bu kuchli German davlatlarininki mavjud bo'lishiga taraqqilishiga asoslangan bo'lsa, fransuzlarning ichidan chiqqan Jean-Jacques Rousseau degan kishi, ya'ni fransuzning eng katta faylasufi, jumhuriyatchilik haqida yoki ma'rif haqida yoki iqtisod siyosat nazariyasi haqida nurg'un asarlar qoldirgan bir shaxs. Bu shaxslar umuman millatning falsafasi bilan millatningki ideologiyasini mustaqillikning yoki inqilobningki yadrosi qilish kerak deb qaragan, ham oxirida inqilob shu bo'yicha bo'lgan. Bu inqilob mesela Fransiya inqilobi garchi mag'lub bo'lgan bo'lsa-mu, ammo keyin dunyodagi eng dastlabki, eng cho'nqur bir jumhuriyatning maydonga kelishiga sabab bo'lgan deb qaraymiz. Yana bir muhim bir misol bor bu yerda. Men sizlarga bir kitobni ko'rsatgim kelyotdi. Bu kitobning ismi Amerika inqilobi va John Locke degan kitob. Bu yaponcha. Amerika inqilobi deganimiz Amerika mustaqillik qurishga qaratilgan. John Locke deganimiz Angliyaning eng dangliq faylasufi John Locke qaratilgan. Bu Amerikaning mustaqil bo'lishiga nurg'un faylasuflar ta'sir qilgan bo'lishi kerak, ammo shuning ichidagi eng chong faylasuf shu biziki John Locke. Bu John Locke'ning falsafasi ichida biz o'rganmasak, ya'ni Uyg'ur milliy mustaqilchiligining aslidagi ma'nosida olib berish uchun biz John Locke'ning hech bo'lmaganda bir asarini voyaga yetkazib ujur-bujurgacha o'qishimiz, o'rganishimiz, tatbiq qilishimiz kerak. Bu asarning ismi hukmdorlik haqida yoki hukmronlik haqidagi ikki maqola. Buni hamda bu ikki maqoladan tashkil topgan oldingi maqolasi shu odam ota Havodan tortib toki shu diniy ideologiya asosi qurgan davlatlarningki qanday bo'lganligi haqidagi bir xulosa. Ammo ikkinchi qismi bu kitobning asosiy qismi, ya'ni grajdanlar hukumati yoki grajdanlarning davlatning qanday bo'lganligi. Eng oxirida bir davlatning ideologiyasininki qanday qilib paydo bo'lib, qanday qilib yuqori pallaga chiqadiganligi va u davlatningki ideologiyasi ojiz bo'lganda yoki yo'q ma'lum qilgan vaqtimizda o'ziniki qimmatini topolmagan vaqtda davlatning parchalanganligi haqidagi nihoyatda muhim bir asar. Buni aytgan vaqtimizda inson haqidagi, davlat haqidagi, millat haqidagi eng yangi ta'bir buni aytgan vaqtimizda John Locke'dan boshlandi. Amerika hammamizga ma'lum bo'lgandek, shu mustaqillik inqilobiga nihoyatda zo'r kuch sarf qilgan, nihoyat cho'ng badal to'lagan davlat. Bular eng dastlabda 13 shtat ayrim mustaqil bo'lgan. Mustaqil bo'lgan vaqtda inglizlar, ya'ni Angliyadan ayrilib chiqqanlar bular. Ammo bu ham mustaqillik taqalagan vaqtda, ya'ni shu Angliya faylasuflari bu yerda asosan ideologiya jihatdagi, falsafa jihatdagi yoki nazariya jihatdagi ramkani bular ta'minlagan. Buning asosiy kuchi inson yoki grajdan davlat yoki hukumat qurilishidan burun yoki qonun paydo bo'lishidan burun demakchi tug'ilgan vaqtida insonda 3 xil huquq bo'ldi deydi. Birinchisi hayotlik huquqi deydi. Bu hukumat bilan munosabatsiz. Hukumat bergan narsa emas bu. Ya'ni insonning hayotlik huquqi. Ikkinchisi erkinlik huquqi deydi. Erkinlik inson tug'ilgan vaqtda inson bilan birga paydo bo'lgan aslida bor bo'lgan narsa. Uchinchisi xususiy mulk huquqi deydi. Xususiy mulk ham muqaddas deydi. Demak,
bu üç narsa bu John Locke'ninki hükümdarlık felsefesininki merkezi turdu. Bu şu üç narsa asasında agar hükümet yoki qonun yoki davlat grajdanninki kutgan yerdan chiqmagan ahvol ostida bu grajdan yoki inson cho'qim davlatni yoki hukumatni og'dirib o'tishi kerak deydi John Locke shu kitobida. Ya'ni insonki aslida bir huquqning subjekt ekanligini, davlat bilan munosabatsiz ekanligini, hatto qonun bilan ham munosabatsiz ekanligini, cho'qim har qanday davlat, har qanday qonundan mutlaq bir xoli holda cho'qim o'zininki erkinligini, huquqini, xususiy manfaatini va jonini qo'g'dashninki eng muhim ekanligini birinchi o'ringa qo'yib ta'kidlaydi. Va mushu asosda Angliya mustamlikchilarini Amerika tuprog'idan qo'g'lab chiqarib, eng dastlabki 13 shtatni mustaqil qilgan bo'ladi. Biz bir konkret misol ko'rsatyapmiz. Demak, Amerikadagi bir dunyodagi eng kuchli, ya'ni aqldorlar, donishmandlar qurgan bir davlatninki asosli ideologiya ramkasida qurganlar faylasuflardir. Biz buni ko'ryapmiz. Ikkinchidan, bunday bir misolni keltirish kerak. Germandan bir misol bersak, Germanning 21 asrdagi eng chong faylasufi Martin Heidegger. Bu Martin Heideggerninki naiti muhim bir yeri bor. U Hitler bilan yoki Natsistlar partiyasidan naiti qo'yiq munosabat bo'lgan va aniqroq aytgan vaqtda Natsistlar partiyasining a'zosi bo'lgan. Ya'ni bu Hitler Germaniyasiningki naiti qisqa muddat ichida bu kadar iqtisodiy jihatdan, texnik jihatdan, ma'arif, madaniyat jihatdan mislsiz taraqqiy qilishi va Yevropaning xo'jasiga aylanishida birinchi omil Yevropaninki eng katta faylasuflar bo'lgan German faylasuflari. Ya'ni bu yerda biz deyotganimiz Martin Heidegger. Martin Heidegger shu vaqt so'zlagan leksiyalar deydi. Bu falsafa jazman millatning falsafasi bo'lishi kerak, davlatning falsafasi bo'lishi kerak. Ya'ni mushu hokimiyatning falsafasi bo'lishi kerak. Mushu zamonning falsafasi bo'lishi kerak deydi. Bu Hitlerning ideyasi bilan bu Martin Heideggerning ideyasi birlashib, nayt qisqa muddat ichida millionlab Germanlarning qo'llashiga erishib, oxirida bu Hitler Germaniyasi qo'shnilarga tajovuz qilib vayron bo'lgan. Ammo shunday bir narsa deyish kerakki, Germanlarning qalbidagi bu faylasuflarning o'rni intayin yuqori. Bu natsistlarga chetlab qilib nurg'unlar ishni haydalgan yoki Amerika tarafidan yaklangan, cheklangan ishlar bor. Biroq falsafiy millat sifatidagi Germanlar o'zining millatining eng sarxillaridan bo'lgan mana shunday faylasuflar, ya'ni Martin Heideggerdek shu faylasuflarni eli ham o'zininki beshi deb qaraydi. Yuragidagi eng chong hurmat etilgan shaxs shubhisizki Martin Heidegger. Agar Martin Heidegger bo'lmagan bo'lsa, 21-asrdagi German falsafasi mumkin emas. Ya'ni Germaniyaning falsafasi, Germaniya davlatchiligi mandatchilik vaqtida dal mana shu falsuf ustiga, ya'ni Martin Heideggerning ustiga qurilgan. Martin Heidegger oldingi asrdagi, ya'ni 20-asrdagi eng buyuk falsuf bo'lgan Friedrich Nietzsche. O'sha Nietzsche'ninki falsafa ideyasini nayt cho'nqur o'rganib, nayt talab qilib, eng oxirida shu Heideggerninki sistemasini o'tirib chiqargan. Bu yerda qo'shimcha bir izoh beray. Bu Heidegger degan bu faylasuf umrida 109 tom kitob yozgan odam. Bu odamning asarlari eli ham Germaniyada, dunyoda qattiq shuhratli. Yaponiyada butun tomlari Yaponcha tarjima qilinib bo'lug'liq. Biz ham buni ujur-bujurgacha o'rganaylik. Bizning bu yerda Uyg'ur qata deydiganimiz bir millatning mustaqil harakati jazman avval millatning falsafasi bilan, millatning ideologiya ramkasi bilan birlashishi kerak. Agar bunday bo'lmagan vaqtda, ya'ni millatningki haqiqiy ma'nodagi ruhi bilan, yurak bilan birlashmagan vaqtda, u millatningki mustaqilligi haqiqiy ma'noda o'zining ma'nosini topolmaydi, baraniq yetolmaydi degan xulosani chiqarish mumkin. Rahmat. Xo'sh. Ko'p rahmat doktor. Hamda yuqorida so'zlab o'tgan siz tilga olgan mush faylasuflarning so'zlarining hammasi balkim siz cho'qim bilasiz.
Yani İslam o'ttirib qo'ygan o'sha davlatchilik ideyasi, islomni o'ttirib qo'yganida o'sha xuddi ularni o'ylab qolmadim, xuddi shu bizning dinimizdan alqa shu yerdan ko'chirib elib olgandeklamchi alqa. Aynen o'ttirib qo'ygan butun siz tilg'alib o'tgan moddalarning hammasi dinimiz o'ttirib qo'ygan mesela insonning mesela yashash huquqi bo'lsin, mayli erkinlik huquqi, bularning hammasi dinning asosiy prinsiplaridan deb tilga ilinib kelindi. Ma dinimiz yaxshi tushunmaydiganlar xuddi bu qimmat qarashlarning hammasi bizning dinimizda yo'q, g'arbdan kelgandeklar tuyg'u berib qolmaslik uchun buni bitirib o'tdim.